Jalol aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Nurodil. Yaxshimisiz? Yaxshi, Tuzimsiz, yaxshimisiz? charchamasdan. Rahmat. Mana bugun Match Expo bo'lib o'tyapti. Da. Bu eksponi targ'ibotini Jiddiy Labs bilan marketing agentlik bilan Albatta, hamkorlikda albatta. qildingiz. Bizani xizmatimiz haqida fikrlaringiz qanaqa? To'g'risini aytaman. Xolis. Xolis fikrni aytaman. Bolalar juda ham zo'r ishlashdi. Ayniqsa target juda yaxshi bo'ldi. Bundan tashqari biza o'zi aslida Baxlirodan murojaat qilishimiz kerak edi sizga, lekin eng oxirgi muddatlarda murojaat qildik. Bu bizning aybimiz, lekin shunaqa bo'lsa ham, misol uchun Instagram profil 4 million prosmotr bo'ldi, engagementlar juda oshdi. Juda ko'pchilik men tanishlarim yoki boshqa bir o'sha obrazovaniya yo'nalishidagi odamlar ko'pchilikka yetib borgan. Biza qilayotgan ishlarimiz yana bugun ko'ryapmiz, xudo xohlasa kun davomida odamlar kelishyapti. Menimcha yana ko'proq odamlar keladi. Haqiqatda yoqdi komanda bilan ishlash, yosh bo'lishiga qaramasdan komanda Jips, Quratma, albatta dizaynerimiz ishlari beqiyos. Izzatilla salom aytamiz. Rahmat kattakon, mehnatingizga rozi bo'linglar. Xolis fikrlaringiz uchun rahmat. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Rahmat, tavsiya qilaman. Hammaga rahmat. Jalol aka, Rahmat. salomat bo'ling. Keyingi ekspolarda ham xudo xolasa qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Rahmat. Rahmat aka, charchamaysiz. Bo'ldi.